Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan birgalikda biz oddiygina sharikcha o'ynab, mana shuni orqasidan YouTube kanaldan oyiga 5-6 ming dollar pul ishlash yo'lini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Oddiygina sharikcha o'ynab, YouTube'dan oyiga 5-6 ming dollar pul ishlasa bo'ladi. Men sizlarga shuni hozir yo'lini o'rgatib o'taman. Xo'p, buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Men sizlarga hozir YouTube'da bir ikkita yo'nalish ko'rsataman, kanallarni ko'rsataman. O'shanaqa videolar qilsangiz, videolaringiz xudo xolasa million prosmotr bo'ladi va buni orqasidan yaxshigina pul ishlab olasiz. Bugungi YouTube yo'nalishimiz bu Marble ASMR deb nomlanadi. Ya'ni shunaqa narsa bor, har xil rang-barang kichkina dumaloq sharikchalar bo'ladi. Biz mana shu sharikchalar orqali videolar qilib, prosmotr ishlab pul ishlashimiz mumkin. Qanaqa video qilinadi? Sharikchalarni qayerdan topsa bo'ladi? Bu narsalarni men sizlarga video davomida o'rgatib ketaman. Birinchi o'rinda men sizlarga kanallarni bir ko'rsatib o'tay. Boshida qanaqa YouTube kanallari bor, videolar qanaqa prosmotr bo'lyapti, hammasini ko'rsatib o'tib ketaman. Keling, men sizlarga birinchi kanalni qo'yib beradigan bo'lsam. Bu kanal yaqinda ochilgan, o'zi 10 kun oldin ochilgan kanal, lekin prosmotrlari juda ham zo'r. Masalan, ko'rishingiz mumkin, kuni kecha qo'ygan videosi, ya'ni kecha qo'ygan videosi 2 million prosmotr bo'lgan. Kechadan oldin qo'ygan videosi 1 million pashti. Undan oldingi videosi ham 1 million 100. Ko'ryapsizlar, prosmotr zo'r ketyapti. Undan tashqari kanalda o'zi 10 taga yaqin videosi bor ekan, prosmotrlari 100 ming, 200 ming, 1 million, 1 million. Oxirgi videolar juda zo'r uchibdi, zo'r ketyapti. Ya'ni 1 million, 2 million prosmotr bo'lyapti. Mana shunaqa video qilishni o'rgatib o'taman. Juda ham oson. Faqat bunga odam salgina harakat qilish kerak. Xo'p, birinchi kanalida men sizlarga keyin ikkinchi kanalda ko'rsatay. Bitta kanal emas. Bu bunaqa yo'nalish bor o'zi YouTube'da. Marble deb qidirsangiz YouTube'da juda ham ko'p kanallar kelib chiqadi, videolar kelib chiqadi. Ko'ryapsizlar, qilinish pashti bir xil. Qanaqadir taxta bo'ladi, taxtani o'rtasidan o'sha sharikchalarni yurg'iziladi va qanaqadir o'yinchoq mashinani orqasiga o'sha narsalar tushiriladi. Buni video qilishni men sizlarga o'rgatib o'taman video davomida. Bu ikkinchi kanalida, bu kanalda 2 million obunachi bor ekan, 12 ta videosi bor ekan. Sizda savol tug'ilishi mumkin, qanday qilib 12 ta video bilan 2 million obunachi yig'ish mumkin deb. Buni yo'li bor, yo'lini ham o'rgataman, videoni ko'rsangiz, juda ham oson. Xo'p, keyingi kanalda ko'rsataman. Bu kanal ham xuddi o'shanaqa video qiladi. Ko'rishingiz mumkin, bunda 900 ming obunachi bor ekan. Bu ham o'shanaqa oddiy rang-barang sharikchalar orqali video qilib, taxtani o'rtasidan yurg'izib, undan keyin qanaqadir mashinani orqasiga tushirib, shunaqa video qiladi. Bu yo'nalishda hozir sizlarga to'liq o'rgataman. Birinchi kanaldan ko'rsatib chiqay. Keyin kanalda ko'ramiz. Keyin kanalda 75 ming obunachi bor ekan, 29 ta videosi bor ekan. Bu kanal ham ko'rishingiz mumkin, videolar xuddi o'shanaqa. Keling, bir boshda men sizlarga tushuntirib o'taman qanaqa video qilinishini. Birinchi kanalda ko'rib olaylik, ya'ni yaqinda ochilgan, o'zi 9 ta videosi bor, lekin obunachisi 23 ming ta, kechagi videosi 2 million prosmotr bo'lgan. Hozir men sizlarga o'sha 2 million prosmotr olgan videosini qo'yib beraman-da, analiz qilib beraman, qanaqa video qilish kerakligini tushuntirib beraman. Videoga kirib oldim, tushuntirishni boshlayman. Xo'p, qanaqadir mashinacha keladi, o'yinchoq mashinacha. Buni xohlagan bozoringizdan topishingiz mumkin. So'mda bir 20 ming, 30 ming, 40 ming turishi mumkin. Bunaqangi mini kichkina mashinachalar. Faqat orqasi ochiladigan mashina kerak bizga. Orqasi ochilish nimaga kerak? Chunki biz mana bunaqangi sharikchalarni o'sha mashina orqasiga joylashtirishimiz kerak. Ko'ryapsizlar, sharikchalar bor. Bu joyda taxtalar bor. Taxtalarni o'rtasi domaloq qilib yo'nilgan. O'sha sharikchalar taxtani o'rtasidan domalab keladi va mashinani orqasiga joylashadi hammasi. Qaysidir o'rtada tushib qoladi, shunaqa bo'ladi. O'tkazamiz, mana mashina orqasiga tushyapti. Bo'ldi, birinchi epizod yakunlandi. Ya'ni qolgan videolar ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat mashinasi o'zgaradi. Mana birinchi mashina ketdi, keyin keyingi mashina keladi, bu ham orqasi ochiladi. Keyingi ish ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni sharikchalarni tepadan taxtadan qo'yib yuboradi. Taxtani o'rtasidan sharikchalar yurib kelib, yana mashinani orqasiga tushadi. Keyin yana mashinani boshqasiga almashtiradi, yana shu ishni takrorlaydi. Xo'p, kelinglar, men sizlarga bu mashinani qanaqa joydan olishni o'rgataman. Bu mashinani xohlagan o'yinchoq do'koniga borsangiz, kattaroq o'yinchoq do'koniga, hammasidan bunaqangi mashinalar juda ham ko'p. Ya'ni orqasi ochiladigan shunaqangi mashinalar juda ham ko'p. Narxi 20 ming, 30 ming atrofida turadi bir dona mashinaning narxi.
Kelinglar, men sizlarga mana shu taxtani topishda oson yo'lini o'rgatib o'taman. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Oddiygina taxta kerak sizga, bir 4 metr, 5 metr taxta kerak. Siz o'sha mebel yasaydiganga ham yoki duradgor odamga borib, mana shu narsani ko'rsatsangiz, menga shunaqa taxta kerak desangiz, sizga mana shunaqangi taxta qilib beradi, o'rtasini shunaqangi chizib. Buni qilish duradgorlar uchun juda ham oson. Masalan, 4 metr, 5 metr taxtani 100 mingga olishingiz mumkin. Ustiga qildiradigan bo'lsangiz, buni ham bir 100 mingga olish mumkin. 200 ming pulingiz ketadi. Bir 100 mingga o'yinchoqlar olsangiz 300 ming pulingiz ketadi. Undan tashqari mana bunaqangi domaloq sharikchalarni qayerdan olsa bo'ladi? Agar siz internetga tushunmasangiz, internetdan topishni ham o'rgataman. Agar internetga tushunmasangiz, shunchaki kraska bilan shug'ullanadigan, ya'ni mashinalarga kraska sepadigan odamlarni oldiga borasiz. Kimdir yoshligida o'ynagan bo'lsa biladi. Kraska sepadiganni ichida shunaqangi dumaloq sharikchalar bo'ladi. Ya'ni o'sha ichidagi sharikchani chayqatib, kraskani eritishadi. Shunaqangi eski kraska sepadigan idishlarni yig'ib, ichida mana shunaqangi sharikchalarni olishingiz mumkin va keyin uni 10 tasini, 20 tasini birlashtirasiz, bitta rangga bo'yab olasiz, kraska sepib. Ya'ni 10 tasini yoki 20 tasini olib, boshqacha rangga bo'yab olasiz va har xil qilib mana shunaqangi rang-barang dumaloq sharikchalarni yig'ishingiz mumkin. Bu birinchi eng oddiy life hack sizlar uchun. Internetni tushunmasangiz, qayerdan topishni bilmasangiz, bu dehqoncha usuli sharikchani topishdi. Buning uchun sizga ko'proq o'sha kraska idishlari kerak bo'ladi, eskisi. O'shani olib ichidan ishlatishingiz mumkin. Muammosi yo'q. Yo'lini qilaman deydigan odam bemalol qilishi mumkin. Men mana shu yo'nalishni boshlamoqchi bo'lsam, o'zim aytganimdek qilar edim. 100 mingga o'yinchoq olardim. 5 metr taxta olib borib, shu duradgorga mana shunaqa taxta yasab bering deb qo'liga 100 ming berib, taxtani yasatib, kraska sepadigan ustalar oldiga borib, qo'liga bir 100 ming berib, shunaqangi eski kraskasi yo'q idishlarni olib, ichidan kesib, shu sharikchalarni olib, ishni boshlab yuborar edim. Menga ideal vaqt, qanaqadir katta sarmoya kerak emas. Agar siz pulingiz bo'ladigan bo'lsa, internetda tushunadigan bo'lsangiz, mana bunaqangi sharikchani topishni o'rgatib o'taman. Buning uchun bizga Amazon sayti kerak bo'ladi. Amazon saytiga Marble Ball deb yozsangiz chiqadi shunaqa sharikchalar. Mana bu 100 taligi, 60 taligi, 84 taligi har xili bor. Masalan, mana bu 84 talik mana shu marble sharikchalari $8 turar ekan. Xo'p, 60 taligi $7 turar ekan. 80 taligi $8 turar ekan. Ya'ni siz 80 ta mana shunaqangi sharikchani $8 ga topishingiz mumkin ekan internetdan. Buning uchun nima qilar ekansiz? Amazon degan sayt bor. Narsalar zakaz bersangiz bo'ladi. O'sha saytga kirasizda mana shu narsalarni qidirtirishingiz mumkin. Yo'q, bunga ham tushunmayman desangiz, O'zbekistonda juda ko'p tarqalgan AliExpress degan narsa bor. Ya'ni AliExpressdan sizga kimdir zakaz ham qilib berishi mumkin. Shunaqa joylar bor o'zi. Yoki o'zingiz bemalol xuddi uzumdan narsa zakaz qilganda zakaz qilishingiz mumkin. Undan ham ko'rsataman. Siz AliExpressga kirasiz, bu joyga ham qidiruvga Marble Ball deb qidirtirasiz. Sizga har xil rang-barang shunaqa narsalar chiqarib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p sharikchalar bor. Xohlaganingizni tanlab zakaz qilishingiz mumkin. Bu saytlardan qanaqa zakaz qilishdi? YouTube'ga kirasizda AliExpress bo'ladimi? Amazon bo'ladimi? Qaysidandir zakaz qilishni bilmasangiz, YouTube'ga kirasiz, shunchaki yozasiz: "Как zakaz tovar AliExpress" yoki Amazon deb yozasiz, sizga yuzlab, 200lab video darslar chiqib keladi. Hammasi bepul. YouTube'dan shunchaki ko'rib, bilib, o'shani amalda qo'llab zakaz qilishingiz mumkin. Bu tovarlarning kelishi ozroq cho'ziladi, chunki bu bittasi Xitoydan, bittasi Amerikadan kelishi mumkin. Shuning uchun vaqt ko'p olib qo'yadi. 15 kun, 20 kun, 1 oy vaqt ketishi mumkin. Lekin ishni ertadan boshlayman desangiz, meni birinchi aytgan usulimni qilsangiz, siz tezroq ish boshlab yuborasiz. Buning uchun sizga aytib o'tdim, mashina, taxta, kraska qutisini ichidagi dumaloq sharikchalari kerak. Bo'ldi, sizdan dunyo narsa talab qilinmaydi. Oddiygina telefonga video olishingiz kerak. Faqat video olishda e'tiborli bo'ling. Siz mana bunaqangi orqasi oq fon bo'lsin. Ya'ni oq devor, oq stol oladigan bo'lsangiz, o'shani ustiga taxtalarni terib, shunaqangi sharikchalarni o'sha taxtani o'rtasidan yurg'izib videolar qilasiz. Oddiygina bitta telefon ham yetib ortadi. Hozir men sizlarga qanaqa qilib mana shu yo'nalishda video qilishni tushuntirib o'tdim. Prosmotrlarni ko'rdingiz. Yangi ochilgan kanalim kecha qo'ygan videosi 2 million prosmotr olgan. Keling, katta kanalga kirib analiz qilib beraman, qanday qilib 12 ta video bilan 2 million obunachi yiqqan.
Shuni tushuntirib o'taman. O'zi 12 ta videosi bor. Masalan, qaysidir videosi 100 million, 200 million ko'rilmagan. Eng mashhuriga kiradigan bo'lsak, eng ko'pi 2 million 100 ko'rilgan ekan, 1 yil oldin qo'yilgani. Xo'p, qanday qilib 12 ta video bilan 2 million obunachi chiqqan? Buni tushuntirib o'taman. Bu kanal xuddi menga o'xshab jonli efir bilan shug'ullanadi. Men ham asosiy ishim jonli efir qilib, kanallarni ko'tarib, obunachi yig'ib, buni orqasidan pul ishlash bo'lsa, bu kanal ham xuddi shunaqa qilar ekan, kallasi ishlar ekan. 12 ta video qilib qo'ygan bo'ldi. Xo'p, jonli efirga kiramiz. Jonli efirga kiradigan bo'lsangiz, hozir nechta? 10 ta jonli efir qo'yib qo'yibdi. 10 ta jonli efirlarda masalan qaysidir birida 600 ta odam, qaysidir birida mana 300 ta odam ekan. Qaysidir birida 170 ta odam o'tiribdi. Umumiy hisobda hisoblasak, bir vaqtning o'zida kanalda hozir 3000 ta yoki 4000 ta odam ko'ryapti bir vaqtda o'zida mana shu kanalda. Bu kanal tinmasdan 24 soat davomida shunaqangi jonli efirlar qiladi. Mana shu jonli efirlar orqali bu kanalga yaxshi prosmotr, yaxshi pul va yaxshi obunachi keladi. Bu kanal egasi kallasi ishlar ekan. Ya'ni kanalda bor videolar bilan butun umr ishlamasdan pul ishlash strategiyasini yo'lga qo'yib qo'ygan. Men sizlarga tavsiya beraman, jonli efir qilishni o'rganib olinglar. Siz oddiy kanalingizdagi bor videolar orqali mana shunaqangi katta natijalar qilishingiz mumkin. Jonli efir YouTube'da eng zo'r pul ishlash yo'llaridan biri. Ko'ryapsizlar, 12 ta video bilan 2 million obunachi chiqqan. Bu kanal qiladigan ishi shunchaki bor narsani jonli efirga qayta-qayta qo'yib qo'yish. Bundan boshqa narsa talab qilinmaydi. Yangitdan video qil, uni montaj qil, boshqa narsalar kerak emas. Qilgan ishi boshida bir 10 kun ishlagan, 12 ta video qilgan, o'shani kanalga qo'yib, qolganini jonli efirga qo'yib qo'ygan. Bo'ldi. Boshqa ish qilmagan. Ko'ryapsizlar. Bunaqa kanallar ko'pi xuddi shunaqa qilishadi. Ya'ni boshida bir 20 ta, 15 ta video qiladi, keyin o'sha videolarni yig'ib, jonli efir qilib, jonli efirini to'g'ri qilib, to'g'ri ko'tartirib, to'g'ri nakrutka like urdirib, bu narsani stabilni butun umrga olib ketishadi. Va o'sha qilgan 15 ta yoki 20 ta videosi bilan butun umr pul ishlashadi. YouTube'dan pul ishlash siz o'ylagan darajada juda ham murakkab narsa emas. Juda ham oddiy. Faqat buni yo'nalishini bilishingiz kerak, usulini bilishingiz kerak, qanday qilib to'g'ri jonli efir qilishni bilishingiz kerak, qanday qilib to'g'ri nakrutka like urdirishni bilishingiz kerak. Birinchi kanalda ko'rsatib o'taman, boshida yangi ochilgan kanal dedim-ku, mana shu kanal ham videolariga nakrutka like urdiradi. Masalan, xo'p, kecha chiqargan videosini ko'ramiz. 13 soat oldin chiqargan videosi 23 ming ta ko'rilgan. Videoni ichiga kiradigan bo'lsak, videoni ko'rishingiz mumkin, 2600 ta like turibdi. Bunaqa videolar 1 million ta prosmotr yig'sa, 1000 ta yoki 2000 ta like yig'ishi mumkin, живой like. Lekin 24 ming prosmotriga 2600 ta like bu aqlga sig'maydigan darajada. Bu kanal ham nakrutka like qildiradi. Videolarni hozir 99% katta blogerlar nakrutka like bilan ko'tartiryapti. Meni o'zim ham yaqinda bir hafta oldin yangi kanal ochib, unga nakrutka like urib, qanaqa ko'tarishdi men sizlarga ko'rsatib o'tgan edim. Skrinshotlarini tashadim, videolarini tashadim. Ko'pchilik hozir shundan foydalanyapti. Buni faqat katta blogerlar, ya'ni tajribasi bor blogerlar qilyapti. Yangi blogerlar nima deb o'ylaydi? Nakrutka qildirsam kanalga ziyon deb o'ylaydi. Yo'q, ziyon emas, ziyon yo'q. Ziyoni bo'lganda shu paytgacha meni kanallarim o'chib ketgan bo'lardi. Mana bu kanallar o'chib ketgan bo'lar edi yoki qanaqadir blokka tushib qolardi. Shu paytgacha bironta odam ayta oladimi? Kanali nakrutka like orqali o'chib ketganini. Hech ham bunaqa narsa haqida eshitmaganman men. Meni o'zimda ham bo'lmagan, boshqa tanishlarimda ham bo'lmagan. Ya'ni nakrutka like bilan YouTube kanalda o'chirib yubormaydi. Shuni yaxshilab tushunib olinglar. Mana hozir men sizlarga mana shu yo'nalish bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tdim, ya'ni qanday video qilish kerak, narsalarni qayerdan topish kerak. Bu kanalda egalari qanday qilib butun umr bitta video orqali pul ishlashyapti. Qanday qilib videolarni nakrutka like bilan ko'tarishyapti. Hammasini ko'rsatib berdim. Mana bugungi yo'nalishimiz analiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar meni Telegram kanalimda bo'lmaydigan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman, meni Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar. Video ostida Telegram kanalimni qoldirib ketaman. Men Telegram kanalimda juda ham ko'p ma'lumotlar berib o'taman. Albatta bundan foydalanib qolinglar. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, video ostida Telegram kanalim manzili qoladi.